Salom qizaloq. Assalomu alaykum bobojon. Nimalar qilyapsan? Men sizga xat yozdim. Ha, xatingda nimalarni yozgansan? Mendan shirinlik xohladingmi, qo'g'irchoqmi? Yo'q, unday emas. Qani, unday bo'lsa xatingni bir o'qib ko'raylikchi. Qani, xatingda nimalarni yozibsan? Qanaqa qo'g'irchoq olib kelishimni, qanaqa o'yinchoqlar xohlabsan? Assalomu alaykum bobojon. Men sizdan bu safar shirinlik, o'yinchoqlar so'ramayman. Balki ushbu bayramda ayajonim bilan birga bo'lishni xohlayman. Ular o'zga yurtda musofirchilikda. Qorbobojon, sizdan iltimos, oyijonim yonimda bo'lsin. Iltimos menga ularni olib keling. Qizalog'im, hech ham xafa bo'lma. Hozir seni oyijoning bilan gaplashib, seni orzularingni albatta ro'yobga chiqarishga harakat qilaman.